do'konni taqdiq. Dada bu men. Voy, Jasur bolam. Keldingmi? Ha. Tomoq yemagansan, darhol uyga kirib tomoq yeb, hozir chiqma. Tomoq yeb bo'ldim. Ha, mana hozir. Dada sana deydigan bir gap bordi. Paranglasa qopdiki. Ha, ma'qul. Ha, kel. Heyetni tayyorlik kutib qolganda. Nima tayyorlik ketdi deysan? Hamma bir sangiz soladi o. Ha, men mo'min bilan chiqib bir qo'yib olsak bo'ladi shu. Yaxshi o'tdi. Ha, nima gapyapti bolam? Anlasam loyiq deb bo'lsa. Yo'qolan gapni sen nereden anlagansan? Qachonmi shundoq deb yurdi, qaysarmi shundoq deb yurdi. Bu yo'q gapni davrib rostiga chiqarib atmoqlar bilaman. Ya dadasining nima o'ylayotganini bek bilib boqqanman. Men nima o'ylaydim? Bu Aysha bir obdan ayol. Bu qo'shni qo'lim bo'lgandan ancha-muncha oshtamoq sunishib qo'ydik shu. Navoda Aysha madam haqiqatan sen degandek yaxshi ayol bo'lib qolsa, to'yimni qilmab qo'shilma. Uning ustiga sen bizni boqaman deb bir umr javob tortdinglar. Ya biz sening oldindan xabar ololmay, sen zal g'ayribsinib qolding. Endi men cho'ng o'g'il bo'lish suhbatim bilan nasib qo'llayman. Jasur. Endi bir gap desam boshqacha o'ylab qolma. Sening nomingdagi bu uy bilan do'konni biz uchaylar nomiga yetkazib ketaylik. Biz shundalar bu acamning qanday ayolligini bilalaymiz. Ya'ni ki sana haqiqiy ko'yinyaptimi yoki boshqa maqsad bormi? Qo'yamiz oshkorlikni. Sizlar xato tushunib qolibsizlar bola. Ya dada, sen boshqa o'ylama. Bu salonda kelgan pulning hammani sen o'tkazamiz. Uning ustiga biz yaqin atrofdan sana uy tepiramiz. Ada. Jasur. Sen zaten nima demoqchi bola? Endi shu omini bizga qoldigan bo'lgandan shu hozir yo'tkazsakmi o'xshash deb. Ha. Nima? Jasur nima dedi? Jasur hozir tog'amning do'konda u uy bilan do'konning nomini yutib olmoqchi. Mirosni hozirlab bo'lishib olmoqchi. Bay shundoq dedi. O'z quligim bilan oldim. Nomini o'zgartish? Xato anlatgansan? To'g'ri. Jasur aslida shundoq dedimi? Ha, shundoq dedi. Bo'lmasa shuncha tez kelamdi. Apa, bu Jasur to'y qilib salom qoldim nima? Qiziqish-ku bu. Men boshida degandim-ku, men uy bilan do'konni buzib salon solamiz degan vaqtda bu ishning g'alati ekanligini his qilganman. Bu akam sog' salomat hayot tursa, Jasur bundoq qiz qandoq bo'ldi? Shundigina apa, agar tog'am anglab qolsa, qanchalik ko'ngli yerim bo'lib ketadigina? Albatta ko'ngli yerim bo'ladi-da. Lekin biz bu bir tadbir o'ylashib qo'ymasak bo'lmaydi endi. Tadbir? Ha, tog'am bu uyning nomini ularga yo'tkazsa, u vaqtda ular bu uyni o'zgartib do'kon qilsa, opam nerede o'tirdi? Ha? Opa bizni qo'g'layotami endi? Hey, men uyimni tog'amman apa? Shunda, hammamiz tog'amni. Akam nerede? Do'konda qoldi. Men bir chiqaychi. Apa, bu Jasur to'y qilib salom qoldim nima? Qiziqishku bu. Akam shundigina. Ay amma. Ay Parizat. Ay Mamika. Ay naymandalar. Ha, hislat hozir ahvol jiddiy. Nima? Ahvol jiddiy? Ha. Oy meh kilan. Ha, ma'qul. Bo'ldi. Aka, Jasur qani ketdimi? Ha, ketdi. Uni qanday bilding uni kelganini? Jasur tag'ma uy bilan do'konni topshir davatdamda. Kim shundoq dedi sana? Mo'min bahu Jasurning sana degan gaplarning hammasini anglabdi. Bo'ldi, bu gapni bu yerda deyishmayli. Oldin uy kiraylik, jo'ramiz. Apa, qarag'anda rostili shunday degan o'xshaydi. Tog'amning chiroy ifodasi qara, uga rostili tog'amga do'konni bekor qil debdi-da endi. Rostmi? Jasur rostdan dadam qashlar dedimi? Rost, men o'z quligim bilan oldim deyman. Tog'a, keldingizmi? Mo'min, tayin yo'q gapni opangga deb nima qilsa? Tog'am
Men Çopçun bir adamımışda gap to'shib yuranda. Dada bu Bo'ldi bolam. Muhim gap bo'lmasa uxlayli. Endi shu omini bizga qildigan bo'lgandikin shu hozir yo'tkazsakmi o'xshash deb. Cesur, Ha, apa? bu yerda mitamiz bolam? Ha, birdan jimjit kitob ko'ray deb. O'tiring. Qani buni iching. Rahmat. Shunday qilib, dadangiz bilan paranglashaldingizmi? Ha, paranglashdim. Yaxshi qilibsiz. Siz to'g'ri qildingiz, Cesur. Ishni bilmaganlar dadasining mol-mulkini tartib elishyapti deb o'ylab qilishi mumkin. Biroq, gapning rostini aytganda, Qudam u yana 100 yil tutib tursimi, faqat yana shu so'qmoq do'kining xolos. Uning ustiga uyga yangi bir a'zo qo'shilsa, jidal majra texnik ko'paydi. Mol-mulk ko'p emas, faqat shu uy. Shundoq bo'lsa-mu, hech qanday qandoshlik munosabati yo'q bir yangi ona bilan tanishib yurgandim. Mol-mulkni vaqtida bir tarqib etgan yaxshimikin? Ha, o'g'o shu. Lekin men bir qismini bo'lib qelyapman. Bekçik o'ylab ketmang bolam. O'zingiz to'g'ri deb qaror qilgan ishni qilavering, ha? Ma'qul. Oy, nega? Ha, chiqib borma ammo. Voy, yetim ishlamikansizlarda? Asli orom olibdiq. Shirkatdan tuyuqsiz telefon qilib kamsan bo'lmaydi deydi. Hozir qaytib kelma. Yitingiz muborak bo'lsin-da. O'zingizdan bo'lsin. Ammo yiting muborak bo'lsin. Rahmat. Sening mayting muborak bo'lsin. Rahmat. Bolam siz nega maqdingiz? Shu shirkatda tuyuqsiz ish chiqib qolib, shu kamsanli bo'lmaydi deganda sho'ngmadim. Birdan til qaytib kelmadi da. Lekin bu bugun bo'pti. Jiddiy ish bo'lsa berib keling bolam. Yaxshi aka, yaxshi. Kutib qoldi tayyorlab. Dada, balki ranjigan bo'lishim mumkin. Lekin men Jasurning aytganlarining hammasini xato deyamayman. Biz shuncha uzun yil jafoliq turmushni beshimizda o'tkazdik. Endi bu yer ziminlarimiz pulga yarg'idek bo'lganda, nima uchun harakatga boqmaymiz? Boshqalar ozroq bir yer ziminlari bo'lib bo'g'icha, ozroq bir pul topqidek sharoit bo'lib bo'g'ich qilgan qiliq topolmay qoldik. Biz ziyosin ziyon tortilgan ish qilmasak, shundoqmi dada? Bolam. İşinizga tez berib, tez keling. Billa hit o'tkazaylik. Mening demoqchi o'g'lim, Jasurning aytganlarini bak cho'nqur o'ylab ketmagan demoqchi. Dada, sen xuddi hamma narsani yo'qotib qo'ygandek bunda o'tirib olsang, ko'nglim bak yerim bo'lib ketadi-ku. Ma'qul bolam, ma'qul. Bering. Chaqqon berib, chaqqon keling. Biz sizni saqlaymiz, juma. Ma'qul. Bu öyle. Heyttin eser mi yok bu? Bu hayatı köp durup kömügeni köresen ölmeginin dep, ma heyt bu olsa işleymeyen dep çıkıtı atqında qarang ha? Ya mana hozir bormayman ada, turib turinglar birdan, ha? Hozirlar. Qaysar aka? Siz birga boramsiz? Yo'q. Aytib keldim, keldim shu. Bo'lmabdimi?
Näge barsiz? Boşa dükkanlık bir qancha balaga aytqmoqchidik. Şey var mı şu? Qaysar aka. He. Tağam at degening yoqmish, et uchun tayyorlik qilsa. Ay bildim. Boş gap qiling ha. Balalar uy janib tukanmasmi? Uy qaytarmabdi ular. Shu nechimiz birlashib qaytarmagan balalarni aytlaydi deyishgan. Shu. Tağam qanday qildi? Hech bo'lmasa qo'yni suyishib berib barasiz ha. Vay Rana. Birdan kuch akamni kila. Unisiga malik qasablar kilgan tursa. Nimandaq? Qaysar aka. He. Siz bo'lmasangiz tağamning ko'ngli yerim bo'lmamdi. Vay Rana o. Ben berdi kilgan tursa. Unisiga meni boshqa hammalar baq tursanglar uyda. Başta qilayli, berib kelay. Lekin Bo'l, lekin nima oldirayman, berib kelay. Bosh. Mavzunu o'qishganda xudo. Abadada, e'tibor muborak bo'lsin. Bo'lsin, qizlarga sizga armon sog'lik. Rahmat bolam, rahmat. Arzmaydi. Qana kayfiyatisiz-ku? Nima bo'ldi? Ichingiz qo'zatamda? Men bardaqchan. Albatta, sizni unutib qolmayman. Yaxshimisizlar? Hayitimiz muborak bo'lsin. Silla bo'lsin bolam. Hayitimiz muborak bo'lsin. Yüzünüzden boğay. Ay, biz dadamniki keltirib berib kelsak. Bolam. Biz eli doktorxonadan pensiyaga chiqqan doktorlarning uyiga yo'qlab boramiz. Uyga kerak borsangiz bo'lar, ha? Juram, qo'ylarni so'yib deyl. Ha. Biz yo'q. Qo'y, botasqan tizim saqlamaydi. Tur, shunday qilib qolsin. Mana. Haris bana. Ay baganda Cesur'un hadis ben çokum görüşümcü mü? Neymiş ki çokum görüşme? Adatçı öydeki en küçük gap kirgizsek, başkalarına boysunduruş asan. Apa, uya şunçola pulga yaram da? Pulga yarım kaçka, Cesur'a yardım kılıp uyanı kaydırıveliş gerek. Azıraklı kalışlarsak şu, hemmisi yaxşı kütüdü. Nim qarab tursiz? Men deganda qilingchi mi? Cho'qim ko'rishing, ha? Biroq nim deyma? Nimda aytdingiz? Ularning uyga varis qilish huquqidan voz kechsa, har biriga 500 ming yendan pul beramiz da. Benden sanırım yediniz mübarek olsun. Bugün aram aldınız mı? Şu ciddi toxtamdan şibatı şuna yetkililerim işlep kettik. Siz bilan bir ko'rishay degandim. Nima? Bugunlama? Agar qulaylik bo'lsa, shirkatingizga boraymi ya? Ha, undaqda shirkatga keling. Ammo tezroq keling. Men yana sirtga chiqishim mumkin. Ma'qul. Hozir borayacha, xo'sh.
Cesur, Ha? goşlarını parçalap bulduk. Kiyimlerinizin yengişlep çıkan. Sırt çıkımız. Sırt çıkmaz? Ha? Ben ettigen dedim go. Pensiyaya çıkan doktorlarının öykü yoklap barımızda. Şu fırsatı ula bilen obdan tanışıp koyuyor. Yaxşırak tayarlı kılan ha? Ha, hazır keldi. Alıp da bak koy suyut bolgandan keyin men suyutaman ya. Ha, bo'ldi. Ha, tükendi diyeyim abla. Teyin obdarak çıkırın lan. Ha, çıkartmadı da. Ha. Kucamırak, yaxşırak çıkırın lan teyini. Ha, mında bulmam da. Nima? 500 ming? Ha, 500 ming. Ay, bu qanday bo'lib men bunchalar ko'p pul bermoqchi bo'lib qoldinglar? Apam bozor bahasini tekshirish qaraganda, bu zaminning bahasi 1 million 500 ming atrofida bo'ldi-ku. Salon qurib mang'izish uchun 1 million ketadi deydi. Dadamning yeri shunchalar ko'p pulga yaramdi-ku. Ha. U yer agar siz Jasur Qaysar uchunlar tang bo'lishganda har bir odam 500 ming ola oladi. Agar Jasur varislik qildigan ish bo'lsa, bir vaqt Qaysar ishqanlarga 500 mingdan tegitga. Onun üstü acha sizin bilsiz meni hozir yo xizmatim yo'q. Shun bu savolni o'zim ochaymi deb o'ylashib qoldim. Bunda olgan Jasurga besmim tushmayotgan-a. Onun ustiga dadam opamlar shu hayot vaqtimizda sizlarga yordam qila olg'idek bo'lsa, qo'limizdan kelsa yordam qilsak deydi. Shunga bu yerni men sirtda o'qishib yurmay o'z odam bo'lgandan sizga ham taydab kelishim. Bundaqdan. To'satdan bunda desangiz, nima deyishimni bilolmay qoldim. Jasurchi, Jasur nima deydi? Jasur teqdimi dem? Ha? Nimishqa? Odatda o'ydagi eng kuchli gap kirgizsak, boshqalarning qo'ysin bu oson. Bizning ishchimizda sizning fikringiz eng muhim acha shunda emasmi? Shunsiz qo'shilmoq Jasur hargiz demayman. Shundaqmi? Bundaqda men bir o'ylashib javobni beray. Jim, ma'qulacha. Voy aka, toza yurib ketding ha? Endi qanday qilaman? Elim ma bolam yordam qildi. Şu qo'shnilar yordam qilmiz. Bunda qilalardim. Voy shu. Yig'lash turay dedim. Mo'minga telefon uribdim. Keldigan vaqtim bo'lib qoldi aka. Voy. Hey Mo'min, bo'lashdik, bo'la. Mana. Ayınız mübarek olsun. Mübarek olsun. Özünüz algı suya atamsınız. Ama qo'shnilar yordam qildi. Bo'lmasa men bunda qilaman. Aldırak bilgen bolsam, özümni kilip soyup bertem emasmi? Yig'lash turay dedim. Vaqt ketibdi. Oldu. Maya koytun ha, özümle soyay. Voy, Asta. Avaylan. Bana saray. Aman Emsi men chiqib, qo'y so'ybayani bir yig'ishtirib o'tay. bo'la chaqam bo'la.
Ha, ma'qul, ma'qul. Ha, aka, men sana naşlıq tayyorlab beray. Bo'ldi. Voy, naşlıq qilmay qilsang qanday qildi? Qaynoq suv ichib olgan. Ha, Ishlarni bitiraylik. voy, aka. O'ylasamlam achchig'im keldi. Bu balalarni shundoq jafoda beqib cho'ng qilgan tursang, ha? Hala bugungi kun kelganda bular shu zaminning jidilligisi qanday qildi deyman. Qizingmi cho'p-cho'p qilib turib, ya sana ko'ngil bilishni bilmagan. Ukam, bo'ldi. Hammasi shu meni jafo tortib qelyapti deb bo'lgan ishkan. Ammo muvofiq uydan birini tepasi bo'ldi emasmi? Nima? Aka, sen bu uyni balalarga o'tin bermoqchimi? Bu baribir shu bolalar qoldigan narsa ukam. Yamini kelsa men yezig'i ketaman. Shu yerda ya bo'lgandikan. Ammo bolalarni oyda pul yevatimiz deyotmamda. Ansirmigina bo'ldi. Aka, sen rastla bu uyning huquqini Jasurga o'tkazib beramsan? O'ylab baxsam, Jasurning gapimi to'g'ri. Men o'ylab ketib qolsam, baribir shu bolalar qoldigan narsa. Keyin bersammi, berma. Hozir bersammi, baribir berma. Uningda shu bolalarga ehtiyoj bo'lgan vaqtida bermamdi. Aka! Sen ansirmisanmi bo'ldi ukam? Savutdagi uyning nomini sana yetkazdim. Anne o'zim asta yezig'i ketib, shu yerda o'zim terib, o'zim yeb yurmamdim. Qirg'anda yezimi yaxshi. Aka, sen men turdigan yer yo'q deb ansiravatga o'xshamamsan. Ben Parizat'ın bilib tursam bo'layli berdi. Menim ansiravatganim sen. Oy hozir uy zimining bor, ha? Agar seni bu uy ziminingni balalarga o'tkazib bersang, va qiyirgan vaqtingda og'riqsizlar bo'lib qolsang, shu balalaring sen qarama. Vallahi uncha ulamo. Vafosiz emas qofkam. Hozir o qo'lingda uy, zimining turibdi. Kelgusi bularni balalaring berib etgandan keyin, u balalaringning sen qarshiga mening ishonchim yo'qchi. Qara, Parvar. Qarimsa unimi ko'ramiz. Qara, Parvar. Adam bu dunyoga quruq qo'l keldi. Hamma quruq qo'l ketdi. Hech nimasini aytolmaydi. Hammasi baribir qoladigan narsa. Talashqanning foydasi yo'q. Bo'ldi ukam. Quruq gap qilib, men vaqtni o'tkazmayli. Ammani pochlab beraysan, qazon seriyda. Ma'qul. Men chiqib Parizatni chaqirib chiqay. O aka. Nima qilyapsizlar? Ay aka. Nima qilyaptiq? Poshkal selib, sambusa selib, do'stxonni mo'lroq qilayli deb o'yladik. Yaxshi bo'pti ukam, yaxshi bo'pti. Hayat kendi bergeymi, gözün tolgan bilen yaşa, gözün tolgan bilen yaşa. Gelip
belgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İşin urgan bilen Sağım şunda köyünü diken bu bala. Vakti toyunu kısan mı bunu? Açığın yanmak he. Yakay asa. Hazır çekip oturmuş mu? Makın bilen. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Vay canım bu ne dedi ha? Öyle bir anlaşmayı ne koymuşlar? Oturun ha. Bulmuşsa naştınızda kıpla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda içimi sıkıntı. Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsın. Sıkıldım lan. Vay aca. Hayat başka, yaşaş başka Nime demeydi her Beraber çalacak. Pardon. Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş berelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğir jükle kandak sana yükleyeleyim ben bulam. Dayım akam kılyan bası he? Akamın toğra. Kandalı olsun ben misin balan bu? Burada. Ya. Oğlu mu yıkılamdı? Ha? Eğer bu öy satsan lan ben öyle çıktı ben. Dada. Kulkan bilen öldürüz biz güvense. Dadanın aldı bir halt pul taşlap versen ama yana şu sokmak da yaşaydı. Cesur. Daha gözünüz acaba? Abba! Gözüm koymaz, gönül kanmaz Bana arman yürük dünya Bana arman yürük dünya Bana arman yürük dünya Ömür damam yetkeyim Suyup zilim yaşaşma Suyup zilim yaşaşma Ömür damam yetkeyim Suyup zilim yaşaşma İnaklık gevheri kalbi Kızbamı asraşma İnaklık gevheri kalbi Şit kızbarma asraşma Yarındaş var mı asraşma Minnettar bol körgen her bir günündün Rencişler dilimdin Kapalmasın cay Çilger gülnün Tikini birge Güzel bu yüzüde Dal bulsun o ay Çilger gülnün Tikini birge Güzel dur yüzüne Dal bulsun o ay Kısmetler hemmige Okşaşta kiyin Özgermez hakikat Hayat ve mamut Her türlü memnunluk bulsun barışıge Hiç kimge itibar kılmagan hayat Kısmetler hemmige Okşaşla qiyin Hiç kimge itibar
kılmagan hayat Qanaat baxtdur baxit qanaat Esingdin ketmisin şu oddiy savol Qismatlar hammaga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdur baxit qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol esingdan ketmasin şu oddiy savol